Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Soat 2 bo'lyapti, 1:56 bo'libdi. Uzoq safarga yo'l oldim, ya'ni Tayvanga qarab. Alex degan o'rtog'imiz bor, o'sha workshop uyushtiryapti. Ya'ni vrachlik keladi, endoskopda qanaqa o'rganishni ko'rish uchun o'shalarga qanaqa 8 turibdi, 8 vrach ko'rsatib beramiz. Endoskopda qanaqa ishlash kerakligini. 7 soat, yana 4 soat, 11 soatlik uchish bilan Tayvanga yetib borar ekanman. Xullas, ertaga, ya'ni bugun kecha bilan kech soat 8da xudo xolisa Tayvanda bo'lamiz. Kuzatishda davom eting, to'liq yoritib boraman hammasini. Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin, shuncha yo'lda uzoq masofani bosib o'tish shartmi, kerakmi degan. Doktorlikni yollamizda yaxshi gapi bor. Ya'ni bu missiya Xudo tomonidan bizga berilgan. Biz buni qilishimiz kerak degan gaplari bor edi. Mayli charchoq yo'l, hammasi damosa o'tib ketadigan narsa. Muhimi bizdan qoladigani kimgadir ilm o'rgatsak, ular kimgadir ilm o'rgatsa, shu ilmimiz orqali asosiy o'zimiz bilan olib ketadigan narsamiz shu demoqchiman. Kimgadir ilm o'rgatsak, bizdan qoladigani shu.